Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Her ne şadlıktın, judadır hayat, alınır her ün, mutluluk, tıkım. Almanya saklı azaytımız, cebir zulümünü tükütümüz, yurttan hiç amallıkını özümüz sorayımız. Neyse, küçük balını kollağandan kollamakçım ha? O ne? Yağaç kazanda bir kıtım aşkışıdır. Beni sorusanla, ben adli bir cancı. Benim hakkım, halıkni cebir zulümdü tutkuzup, erkin azatlıkı çıkırıp, tinç, paravan turmuşka ilgi kılış. Hey! Şunu ben diyen nomadını kışka! Onun kızaydıran gitmem bak! Bizni ili terakka, azatlık meşili yangan, meni kıtaldırığı başla hitemaka. Oygangan ziminni, endi hiç kim tutalmaydı. Bu kunlarda Majoyun qo'shinining otliq sarkardalaridan Mashiming 91 necha ming cherik bilan Hojiga qarshi jang tayyorligini qilyotdi. Yiliqi Chilujangmo Qor shahardan Bag'rash orqali 90 ga qochib kelib, Mashimning sepiga qo'shilgan edi. Hoji Qor shaharda o'z qismlarini ancha-muncha tartibga selib o'tib, oldirish denish 90 ga yurish qilmoqchi bo'ldi. Hafiz Lüjang degan kishining Buygur tarafdan boshlab kelgan bir necha yuz kishisi Hojining qo'shiniga qo'shilgan edi. Hoji yurish oldida Hoshurni yardorlardan xabar olgach Qor shaharda qilishga buyurdi. Mo'dan xonning u jangga ketaversin. Yardorlardan xabar olishga men qarshi turay degan mazmundagi taklifiga quloq solmadi. Mahmud muhiti boshliq cho'nglarning hammasi degudek Hoshurni intizomsizlik qilgani uchun ozroq bo'lsa-mu jazolab, boshqalarga ibrat qilish lozim degan fikrda edi. Ular bu fikrni Hojiga aytganda, u beparvolik bilan kulib, Hoshurning bahonisida nurg'un oltin kumushga ega bo'lganimizni unutib qolishmisila. Hoji aka, u qo'shundoq. Ammo oltin kumushdinmi? Qo'shinning intizomi muhim edi. Mubada hammaylan Hoshurni do'rab, bag'alli yerda xotin og'ili tursa, bizning beshimizni dushman aktarmikin deb ansirayman. Hoji qopqini silib jim o'ltirdi. Uning ya xabu bo'layotganini yoki qilib qo'ygan ishiga pushaymon yeyotganini belgili bo'lmaydi. 5-bob Qashqardan xat. Fikr degan tengib berishga bo'ladigan xotin emas. Mirzi Ibrohim. Yerim kecha. Shalom bulut parchalari orasidan erinchaklik bilan o'zib yurgan to'lin oy jimi atrofni kunduzdek yo'rtib turadi. Qori shahar daryosining shaharga qarshi qirg'oqidagi kiyimichilar mahallasining chet yoqsida qorovullikda turgan yigitlar g'arb tarafdan oldirash kelayotgan bir odamning qarsini ko'rib qolishdi. U yochiliknigidek inchiki uzun putlar bilan shunchalik tez qadam tashlaydiki, bir qarashda uning topini yerga tegmayotgandek ko'rinadi. Yigitlar yerim kechida mundaq oldirish kelayotgan odamdan gumonsirab, yaqin kelgan hamon uni to'sib oldi-da, gap so'rashga boshladi. Natijada uning Qashqar do'tiyidan Xo'janiyaz hojiga muhim xat elib kelayotgan kishi ekanligi ma'lum bo'ldi. Uni o'zlarining boshlig'i joylashgan ko'rimsiz bir ho'yliga boshlab elib kelishdi. Ularning boshlig'i bultur bosh atiyoz kunlari Turpan ostonidagi qo'zg'olonning tunji o'qini otgan yiliqi egiz bo'yli qo'rqimsiz yigit o'g'loqcha Mansur edi. Uni hozir kishilar Mansur Payjon deyishadi.
Mansur Payjang mahalla ishlarining ansiz qovashlar bilan allaqachon uyg'onib ketib, qosha bilan to'sib qo'yilgan hovli darvozasi oldiga chiqib turadi. Yeliqi kishi Mansurning boshliq ekanligini uqqach, libob shaklida og'zi mahkam tikilgan kichkina bir teri xaltani qo'ynidan chiqardi. Bu Qashqar dotiyi Yunus Begning hoji otamizga yozgan muhim xat ekan. Buni hoji otamning qo'liga darhol tekkizmasam bo'lmaydi, xo'jam. Deb uningga berdi. Mansur uningdan gap so'rab etib, oyoqlari bilan xuddi resimga to'pga o'xshash likildab bir xilda sakrab turgan bu egiz bo'yliq, o'riq odamga hayron qolgan chig'i. Hey, nimandaq tinchtir olmaydigan emisan, odamning ichini pishirib. Odatim shunda, xo'jam, xafa bo'lmasala. Ot ulug'ing yo'qmi? Ya keldingmi nima? Shunda, xo'jam, biz ot uloq minmaymiz. Odatda yayoq mangimiz. Necha kunda kelding? 7 kunda. Nima? 7 kunda? Uchib keldingmi, mengibmi? Mengib keldim, xo'jam, mengib. Men degan shatir. Shatirloq mening ot kasbim. Ma'lum bo'ldiki, bu odam badavlat zamonida nom chiqargan Nizam Shotirning avlodlaridan bo'lib, ular 3 aka-uka ekan. Cho'ng akasi Qashqarda, o'tiranchi akasi Oqsuvda, uning o'zi Kuchada yashaydi ekan. Bu aka-uka uchaylan yiliqi xatni qo'ldan qo'lga yo'tkab, bir kunmi to'xtamay 7 kunda bu yerga yetkazibdi. Yaraysan, og'ayna, yaraysan. Dedi Mansur uning izohatini anglab bo'lgandan keyin. Ammo o'zi taqatsizlanib uyan-buyan meng'ishqa boshladi. Chunki Xo'janiyaz hojilar daryoning u qiytida, ya'ni shaharda edi. Uning ustiga Mo'jumning cheriklari bilan so'qishish uchun tong etish bilanla Qori shahardan To'qsunga otlanmoqchi. Daryoning bu qiytida bo'lsa, bir misoq kema yo'q edi. Bo'lgan taqdirdami, bu kunlarda kechasi daryoga kema silish intayin xatarlik edi. Tong etib, o'qatdan kema kelguncha hojilar yo'lga chiqib xeyli uzab ketishi mumkin. Uning ustiga Qashqardagidan hech nada to'xtab qolmagan xat bu yerda bir kecha qo'nib qolgandoq bo'g'ini. Natoni Shotir chig'ida bu xatni hoji otamning qo'liga darhol tekkizmasak bo'lmaydi desa. Shunga qaraganda bu rostli bak muhim xat bo'lsa kerak. Astag'firullah. Endi zodi qanday qilg'iliq? Mansur ana shu xiyollar bilan ichi titildab, biror maslahat chiqib qolarmikin degan umidda bo'lsa kerak, hamrohlariga qaradi. Ularning hech qaysisidan zuvon chiqmadi. Yiliqi Shotir bo'lsa, "Amonatni sana berdim. Nima qilsang qil, joyiga yetkiz." degandek qilib Mansurning ko'ziga qadalib turadi. Mansur birdilla, "Yuringlar, daryo suyini ko'rib kelaylik" deb mangdi. Hammaylar uningga ergashdi. Bu yil o'l yig'in ko'p bo'lg'achqa, daryo suyi odatdagi yillardan necha hassa tugudek ulg'uyib ketgan edi. Shu topda go'yo yana bir to'pon balasi bo'lib, yer zaminning hammasi suv ostida qilib ketgandek bilinadi. Bo'libmi, oy sho'risida parqirab turgan yo'g'on qaynamlar. Birining kaynidan biri oppoq ko'piklar chachirtib kelayotgan to'lqin o'rkashlari to'limi hayvatlik ko'rinadi. Uningga qaragan kishining ko'nglini cho'qim sur bosadi. Mansur birdam qarab turdi-da. "Mang, chopsan berib, otni egarlab kel." "O'zlari nima qilmoqchi afkam? Daryoga ot solaydandilar." "Boshqa iloj yo'q." Bu bak xatarlik ish-ku. Xudoyim bor. Men qaraslavkam, o'zir degan mushu bir to'p yigitning beshi. Yelkalardagi yuk ig'ir. Xatni menga ba'zilar, men yetkazay. Rost aytdilar. Men hammalarining boshlig'i bo'lganim uchun. Shundoq. Sarkumo suvga avval sakraydi emasmi? Xotirjam bo'lsalar, men ot ustida cho'ng bo'lgan. Shu arada bir yigit putlari inchga, bo'yni uzun, quloqlari qiygan qalamdek, ko'krigi kang, bo'yi egiz, kiyik qo'rsoq bir qorgir otni yetalab keldi. Kucha ustularining qo'lidan chiqqan qushbosh egar bilan peshonasidagi qoshqisi uni texmi chiroyli ko'rsatib turadi.
At Mansurni ko'rib erkilgandek uni purashqa boshladi. Mansur atning ko'z quloqlarini silab qashqisiga birini suygach, egarning tasma ulanglarini boshqadan chingitib olib, "Xudo bergan qonitim, bugun o'zingni bir ko'rsat. Iroda Xudodan, madad sendan" deb uzangiga putini qo'ydi. Hammaylar uningga oq yo'l tilab duoga qo'l ko'tardi. Mansur so'l qo'lini bo'ylab qirg'oq bilan daryo yaqiniga qarshi 200 qadamcha yuqori o'rlagandan keyin "Yo pirim, g'avs" deb itining beshini suvga boradi. Qargir qashqa xuddi suvga o'rgangan o'kizga o'xshash daryoni qiypash kesib olg'a o'zib ketdi. Gohida uning beshi bilan Mansurning kigiz qaltiqili ko'rinib qoladi. Gohida qargir qashqa to'lqin o'rkashlari ichiga cho'kib ketgandek ko'rinadi. Bir rivoyatda aytilganidek, qachondir bir zamonlarda Türk xaqonlaridan biri tarixiy yillarni aniqlashda xatolashib qolmaslik uchun 12 oy va osmonning 12 burchiga asoslanib har bir yilga bir ot qo'yishni, yil hisobini shu yillarning oylanishi bilan hisoblashni tashabbus qilgan. Shu maqsadda o'g'ga chiqib, hamma hayvonlarni Ili daryosiga qarab qo'g'lashni buyurgan. Natijada nurg'un hayvonlar o'zini suvga otgan va ulardan chashqan, kala, yo'lvas, to'shqan, lahang, yilon, ot, qo'y, maymun, to'xu, to'ng'iz daryodan o'zib o'tgan. Bu 12 hayvonning nomi 12 mo'ljalga nom bo'lib qolgan. Chashqan kalaning munguziga esilib olib, girvakka oz qolganda birli sakrab quruqlikqa chiqib olg'ashqa, mo'ljal beshi shuning nomi bilan atalgan. Qari shahar daryosidagi boyiqi manzarni ko'rganda, o'z vaqtida o'tgan oshu otmu Mansurning qargir qashqisidek o'zgan bo'lg'imidi deb o'ylab qoladi kishi. Qo'shin Tomuz oktipi yer jahonni qisitib o'tkicha biror manzilga yetib olish uchun tong suzila-suzilmayla jangovar yurishga otlanish oldida turganda, Mansur Payjon Yunus Begning xitini hojining o'z qo'liga tekkizdi. Bu uzun xatning asosiy qismida mundaq deyilgan: Qumul diyoridan boshlangan ulug' inqilobning sharofatidan jahon tavrab, Qashqar yangi shaharni hisobga olmaganda Putkul 6 shahar diyori mustavit hukumatning zulmidan qutulib bo'ldi. Ammo lekin ichki ahvolimiz favqulodda murakkablashib ketdi. Bu ahvollar vatan millatning istiqboli andisida jigar bog'ri xun bo'lib yurgan kishilarning dilini g'ash, tilini kekash qilib, g'am qayg'umizni texmi oshiribdi. Ahvolning tafsiloti tövendikicha. Kaminalari buningdan 6 oy muqaddam buyruqlariga binoan Tömür Tönjanga, ya'ni Alhol bu kunlardagi Tömür Sijanga maslahatchi bo'lmoq uchun Oqsuga kelganimda, orqamizdan Majungyingning sarkardalaridan Mashiming avatgan Majansang, ya'ni Alhol bu kunlarda Cho'loq Zuxuy deb nom chiqargan kishimi 300 dak cherki bilan Oqsuga kelib bizga qo'shildi. Biz kelguncha Tömür Sijang Ko'rlidan Oqsugacha bo'lgan yurtlarda hukumat cheriklariga g'olib kelib, bir muncha qo'ral yarog' o'lji ilib, birer ming kishilik qo'shinning sardori bo'lib qolgan ekan. Biz kelgandan keyin darhol Qashqarga yurish qilinmoqchi bo'ldi. Buningdan xabar topgan Qashqardagi hukumat cheriklarining qo'mondoni Jin Shuji, ya'ni Jin Shurinning 4-inisi qo'rqib ketganidan do'riyab o'libdi. Uning o'rniga sobiq Qashqar dotiyi Ma Shawu harbiy qo'mondonlikni qo'shimcha o'tab, Xitoy, Tungan va biz xalqdan tarkib topgan mingdan ortiq cherikni bizga qarshi Marolvishiga avatibdi. Shuning bilan Marolvishining tumshiqtiga yerda 40 necha kun qattiq jang bo'lib, oxir hukumat cheriklari Qashqar tarafga qochdi. Bu jang bo'lib o'tgan kunlarda Madotay Ushturpan tarafdan kelib qilish ehtimoli bo'lgan qo'zg'olonchi qismlarni to'sish uchun So'g'un Chozig'a Xitoy, Tungan, Uyg'ur, Qirg'izlardan bo'lib bir ying otliq cherik avatgan ekan. Uyg'ur, Qirg'iz qismlarining Lenjangi Osmonbek o'z yigitlari bilan isyon ko'tarib, biz tarafga o'tganligini xabar qildi. Biz to'liq xush bo'ldik. Keyin Osmonbek otishda yig'ilgan 7-800 pidoyini Payzvatga boshlab kelib bizga qo'shildi
va To'mirsijongdan Qashqar shahriga darhol tegish qilishga ijozat so'radi. To'mirsijong shaharda aholi ko'pligini, urush bo'lib qolsa, odam ko'p qirilib ketish xavfi borligini, uning ustiga Cho'loq Suxiy bilan maslahatlashimiz bo'lmaydiganligini aytib, uni to'sib oldi. Ammo Osmonbek atsila Qashqar shahriga tegib, Do'ta Yamildan boshqa hamma yerni egilab bo'lib, Do'ta Yamilg'imi tegish qiladigan chaqda To'mirsijong uni bosh-boshdoqlikda ayblab qattiq koyidi. Va Do'ta Yamil masalasini Cho'loq Suxiy bilan bamaslahat tinch yo'l bilan hal qilmoqchi bo'ldi. O chaqda men mo shu fikrda edim. Chunki bu kunlarda Hojim bilan Majonyang ittifoqdosh bo'lganligi vajidan Cho'loq Suxiyning rayiga baxmisi bo'lmas edi. O kunlarda Cho'loq Suxiyning Madotay bilan tili bir ekanligi uxlab tushimizga kirmabdi. Shu vajidan nima desa shuningga ma'qul debdimiz. Osmon lükchak mijoz bo'lsa-mu, ammo bizdan ho'shyor ekan. O bir nimani sezgandek bizning qarorimizga qarshi chiqdi. Ammo To'mirsijong Cho'loq Suxiyga bo'lgan aqidasidan yonmadi. Natijada hamma ishlar Cho'loq Suxiyning rayi bo'yicha bo'ldi. Ya'ni Madotay hamma cheriklarini Cho'loq Suxiyga o'tkazib berib, o'zimi uning bilan Yangi shaharga chiqib ketdi. Yangi shahardagi hukumat cheriklarini Cho'loq Suxiy o'z sepiga qo'shib oldi. Faqat Yangi shahar ombirdagi qurol-yarog' va harbiy manqulotni ikki taraf tang bo'lishib olgan bo'ldik. Ammo bu mo keyin quruq gap bo'lib qoldi. 90dan 300 cherik bilan kelgan Cho'loq Suxiy endi 1500 kishilik qurollar xil muntazam qo'shinga ega bo'lib qoldi. Mana shu vaqalardan keyin Osmon bilan To'mirsijong orasiga so'g'uqchilik tushdi. To'mirsijong Osmonni gadankash, qaram, hatto meningdan Sijonglikni talishadigan yomon niyati bor deb ayblaydi. Osmon bo'lsa To'mirsijongni do'st dushmanni farq etolmaydigan samon qo'saq, qo'rqinchoq, mansabparast deb yomonlaydi. Alhol bu kunlarda Osmonning mingdan o'shiq odami bor. O To'mirsijonga qarashliq 1500 odam bilan birlikda Yangi shaharga tegish qilishni necha qitim aytdi. Ammo To'mirsijong unda qilsaq, Hojim bilan Majonyangning ittifoqligiga daxli yetidi deb unimidi. Shu orada Hoji akamning Majonyangdan ayrilib Shingsay bilan putum tuzganligini va bu putumning mazmuni haqida Shuralar ittifoqining Qashqardagi konsulxonasidan aniq anglaganlarimni To'mirsijonga aytib, uni ogohlantirdi. Ammo u bundoq bo'lishi mumkin emas. Bu o'rislarni topgan gapi deb buningga ishonmadi. Aksicha, Yangi shahar masalasini boqiy qoldirib, hojimlarga yordam kuch avatish lozim degan gapda ching turib oldi. Osmon bo'lsa, beqinimizdagi dushmanni yo'qotmay turib, bir qism kuchni hojim tarafga yordamga avatib olsak, Qashqarni saqlab qilish ta's deb To'mirsijongning gapiga quloq solmadi. Shundoq va sabablar tufayli To'mirsijong bilan Osmonning orasidagi ziddiyat borg'ansir kuchayib ketdi. Xususan, To'mirsijong bir turkum molla ishon va boylarning bazmi suhbatlaridagi shirin so'z va nozi ne'matlarga g'arq bo'lib ketib, askariy ta'lim ishlari bilan kori bo'lmay yurganning ustiga Abdurahim Boyvachchi bilan Abdullah Boyvachchiga o'xshash boylarga tuanjonlik mansibini berib, ularni askar tutish imtiyoziga ega qildi. Ular askar ilish bahonasi bilan o'z yanchiqini to'shqizish bilan qolmay, qo'shinning safosini tushirib etdi. Boj, olvon yasoq, g'alli paroq ishlari burunqi qoida bo'yicha ma'lum odamlarga ko'tirib berildi. Bu haqda hech kimning gapini anglar emas. Osmonga kelsak, u g'ayrat jasoratlik, sazgur va jang maydonida qo'rqimsiz bo'lsa-mu, o'zi tarsa, noiti qaram va manmanchi. Uning sheriklarini to'lisi Rossiya inqilobidan keyin Anjan tarafdan qechib o'tgan kolla kesar bosmachilarga. Ha desalar, qo'nchidan pichoq chiqarishidi. Cho'loq Suxiyning kimligi har birlariga oydak ro'shan. U Majonyangning bizga agishib olgan ko'langisi. Amdilikda bo'lsa, o'zini oshkorlash oldida turgan yalmavuz olmasdi. Uning qo'lidan har qanday yomonlik keladiganligi ko'zimga ko'rinib turibdi. Bug'doy, qo'noq, ikki tosh orasida yanchilib un bo'ladi. Men bo'lsam, mushundoq uch tosh orasida xun bo'lib ketyapman.
qo'limdan hech nima kelmaydi. Gapim hech kimga o'tmaydi. Shu vajidan akang kimni olsa, yengang shu deb Madara yo'lini tutishga majbur bo'lib qoldi. Oqibatning nima bo'lishi Allohning o'ziga ma'lum. Ikkinchi ahvol, bizning voqif bo'lishimizcha bu yil, ya'ni 1933-yil 2-oyning 24-kuni Muhammad Imin Hazrat degan kishining boshchiligida Xotan Qarqashda mustabid hukumatga qarshi qo'zg'olon boshlanib, uzun o'tmay Xotan diyorining hamma yeriga yeyilibdi. 4-oyning 5-kuni xotanliklar o'z oldiga bir hukumat quribdi. Bu hukumatning nomi Hukumati Islomiya Xotan. Bayraqi yordam Allohdan va g'alba Fotiqinda bo'ladi degan oyat karimi yozilgan oy yulduzliq ko'k bayroq ekan. Muhammad Niyoz Aqlan degan kishi hukumat boshliqligiga, Sobit Damulla degan kishi bosh maslahatchi va shayxul islomlikqa, Muhammad Imin Hazrat bosh qo'mondonlikqa saylanibdi. Sobit Damulla asli otishli kishi bo'lib, Turkiya, Arabiston, Misr va Hindiston taraflarini ko'rgan. Shundaqla bir qancha kitoblarni ta'lif qilgan zo'r olim ekan. Muhammad Imin Hazrat Xotanning eng mo'tabar kishilaridan bo'lib, o'zi cho'ng o'lima ham el yurt ichida zo'r obro'y sohibi ekan. Bu odam qo'zg'olondan 2 yil muqaddam ahvol uqib kelish uchun Old shahar, Turpon, Urumchi, Eli, Cho'chak taraflarga sayohatga berib, G'uljida Sobit Damulla bilan uchrashgan hamda ma'lum fikr birligiga kelgan. Shu sababli Sobit Damulla haramdan Hindiston orqali Udul Xotanga kelib, Muhammad Imin Hazrat qurgan yo'shirun tashkilotga kirib, qo'zg'olonga bevosita ishtirok etgan. Alhol bu kunlarda butkul Xotan diyori shu islom hukumatining idorasi ostiga o'tib bo'pti. Hozir ularning ozroq miltiq va mutlaq ko'p qismi qilish nayza, tayoq to'qmoq bilan qurollangan 2 tumanga yaqin askari bor ekan. Bu askarlar hunarvan, kosib, dehqon, madikor va madrasa toliblaridan tashkil topgan bo'lib, beshiga qizil yoki yeshil salla o'rab, uzun chosh qo'ydi ekan. Ularmo hamma fidoyilarimizga o'xshash, o'lsak shahid, qolsak g'ozi degan aqidada bo'lganligi uchun jangda noiti fidokor ekan. Shuning uchun uzun o'tmay qog'liq bilan yakannimi qo'lga kirgizib, poskamgacha yetib keldi. Az jumla Xotan sardorlari Qashqar yangi shaharni Tungallardan ozod qilmoq niyatida Qashqarga qo'shin avatish qaroriga kelib, bu xususda Temir Sijonga vakil avatgan edi. Ma'lum bo'lishicha, ularning mazkur qarorga kelishiga Sobit Damullaning Qashqar diyorini Xotan hukumati idorasiga kirgizish muddaosi hamda Temir Sijondan ranjigan Qashqar arboblarining u kishini Qashqarga kelib, hokimiyatni qo'lga olishga qilgan da'vati sabab bo'lganmish. Temir Sijon bundan voqif bo'lib, Sobit Damullaning Qashqarga kelishiga norozilik bildirgan bo'lsa-mu, Sobit Damulla bilan Shoh Mansur 2000 odami bilan Qashqar shahriga kirib keldi. Shahar aholisi tarafidan qizg'in istiqbol qilindi. Bu hol Temir Sijonning andisini texmi kuchaytdi. Shu vajidan ularni nazarband qilib, odamlarni qurolsizlantirib, Qashqardan qo'g'lab chiqadi. Alal oxir Temir Sijon bilan Xotan hukumati orasida qattiq ziddiyat paydo bo'lib, qon to'kishmak xavfi qosh bilan kirpik orasida turmoqda. Buning oqibati Allohning o'ziga ma'lum. 3-chi ahvol Sobit Damulla masalasi. U nazarband qilingandan keyin men tasalli berish va uni Qashqar diyorini Xotan hukumati idorasi ostiga kirgizish fikridan yondirish niyatida uning bilan suhbatlashdim. Suhbat asnosida u o'z fikridan yinish o'rniga o'zining tarix va hozirgi ahvolidan xabardor, vatan, millat istiqboliga g'amxuvar hamda o'zi to'g'ri deb e'tiqod qilgan masalasida barqaror ekanligini bayon aylab, oxirgi g'oyasi hukumati Islomiya Xotan bilan ittifoqan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurmoq ekanligini oshkor jakarladi. Az jumla Temir Sijon bilan ikkimizni bu ishda hamkor bo'lishga da'vat etdi. Men bu g'oyaning amalga oshmaydigan xom xiyol ekanligini aytishim bilan Damullam buningga dalil isbot talab qildi. Men birinchidan
markaziy hukumatning buningga yo'l qo'ymaydiganligini, hozirla emas, tarixdimi yo'l qo'ymaydiganligini, mubodo markazning ra'yiga boqmaganda zo'r ko'lamlik qonliq fojia sodir bo'ladiganligini aytdim. Ikkinchidan, qo'shnimiz Shuralar ittifoqimi yo'l qo'ymaydi dedim. Chunki biz mustaqil davlat bo'lib qolsak, Shuralar ittifoqining O'rta Osiyodagi qo'shma jumhuriyatlarimi mustaqillik da'vosi qilib qo'pidi. Bu hol Shuralar hukumatining beshiga ig'ir siyosiy buhron keltirdi. Uning ustiga bundoq bir mustaqil davlat qurish uchun ma'lum xorijiy elning siyosiy va iqtisodiy jihatdagi himoyasiga muhtoj bo'lamiz. Shuralar hukumati bizning mustaqil bo'lishimizni xohlamaydiganligi uchun bu xil yordamni boshqa bir eldan, masalan, Hindiston orqali Angliyadan elishga to'g'ri keladi. Inglizlar hech qachon bekorga yordam bermaydi. Shu bahonada bizning yurtimizga putini tiqib oladi. İngiliz ta'sirining Şinjanga kirishini Shuralar hukumati texmi xohlamaydi. Hatto podshoh Rossiyasimi xorijiy ellar bilan aloqasi bo'lgan badavlatning mavjudiyatini xohlamagan. Shuralar hukumatining qumul inqilobini qo'llab-quvvatlashidagi maqsadimi bizga mustaqillik ilib berish emas. Ular Majumyingning shum oyga orqali Yapon ta'sirining Şinjanga kirib qilishidan ansiraydi. Mana shu sabablar tufaylidan bizning mustaqil davlat bo'lishimizga hammadan avval Shuralar hukumati qarshi chiqadi. Mubodo taqdir yor berib, shundoq bir davlat dunyoga kelib qolsa, Shuralar hukumati uni o'z qo'li bilan ujuqtirib tashlashi muqarrar. Uchinchidan, bizning inqilob qilishdagi asli maqsadimiz Şinjangni Junhua Mingodan ayirib chiqib, mustaqil bir davlat qurish emas. Faqat mustabid zolim hukumatni og'dirib, milliy ozodlik va tanglikka erishish. Ahli puhroni yerlik zo'ravonlarning jabr zulmidan qutuldirib, insoniy huquqqa erishtirish. Yo'lboshchimiz Hoji akam, mening maqsadim o'z oldimga bir podshohlik qurish emas. Boshqalarningmi unda qilishiga yo'l qo'ymayman deb bir necha qitim jakarlagan. To'rtinchidan, Qumulda boshlangan inqilobning sharofatidan Jin Shuren istibdod hukumati og'dirilib, yangi bir hukumat maydonga keldi. Hamda bu hukumat Şinjangda millatlar barobarligini, xalqchilik, ahli puhroning huquqini qo'g'dash siyosati yurgizishga kafolat berganligi uchun Shuralar hukumatining rasmiy vakili ishtirokida Hojim bilan Shingduban o'rtasida jimisar bitimi imzolanib, Şinjang masalasining hal bo'lishiga asos barpo bo'ldi. Shuningga qaramay, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurimiz desak, Jimsar tuzumi bekor qilinib, Shingduban bu taraflarga cho'qim askar tortadi. Hatto vaziyat taqozzosidan o'zining raqibi Majumying bilan birlashib olishimi ehtimoldan xorij emas. Buning oqibati texmi yomon bo'ladi. Mana shu sabablar tufayli Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurishni xam xiyol deyman. Damollam mening bu gaplarimni anglab, miqida kulib qo'ydi va mundoq dedi. Sizlar bu gaplar bilan tuxumni toshqa urg'ili bo'lmaydi demakchi. Shundaqmi? Albuki tuxumning dardi bo'lmasa toshqa urilmaydi. Sizlar hukumatli kishi bo'lganlar bilan texi yosh ekanlar. Ko'ngillarga kelmasin begim. Sizlar tarixdan, xususan mazlum millatlarning ozodlik yo'lidagi kurash tarixidan xabarsiz o'xshaylar. Har qanday haqiqat boshda ham xiyol, hatto afsona bo'lib ko'rinadi. Bara-bara amaliyotga aylanadi. Masalan, ming bir kecha hikoyalardagi puchar gilam bugun bepoyon samoda parvoz qilayotgan aeroplanga, Tömür biliq bugun tupsiz bahr ummonlarda uzib yurgan kiyimi karablarga aylandi. Mazlum millatlarning zulmdan qutulib, erkin ozoda va mustaqil yashash orzularimi boshda xomxiyolda ko'rinishi mumkin. Ammo oxir batahqiq amalga oshadi. Bizning mustaqil bo'lishimizga markaziy hukumat yo'l qo'ymaydi dedilar. Ajba tashqi Mong'olda Mo'ng'uliston Xalq Jumhuriyati barpo bo'lganiga yo'l qo'ygan markaziy hukumat bizning Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurishimizga nima vajidan yo'l qo'ymaydi? Ehtimol markaziy hukumat Mo'ng'ullarning haqqoniy Chinning qadimki chegara hududi bo'lmish Sadichin sirtidagi zaminda yashagan va tarixda buyuk sulolalar qurgan bir millat ekanligini nazarda tutmishdir. Halbuki bu jihatlarda bizmi Mo'ng'ullarga noita o'xshaymiz. Shundaqkan markaziy hukumat bizga shundoq nazarda qarshi lozim.
tarixiy taraqqiyotlar jarayonida jahon xaritasida ma'lum o'zgarishlar bo'lib turganligi rost. Ammo lekin har bir millatning Alloh taolo ato qilgan, ya'ni o'zi tug'ilib o'sgan ona yurti bo'ladi. Har bir millat o'z ona yurtining egasi bo'lishga haqliq. Biz faqat o'z ona yurtimizning istiqoliyatini talab qilyapmiz xolos. Buni markaziy hukumat tushunadi deb o'ylayman. Sizlar Shuralar hukumati bizning istiqlol davlat bo'lishimizni xohlamaydi deydilar. Tashqi Mo'ng'ulning istiqlol davlat bo'lishiga yordam qilgan Shuralar hukumati shu emasmi? Ma'lum Allohning ozodligiga yordam berishni shuar qilgan Shuralar hukumati bizga kelganda bu shuarni mansub qilsa, jahon oldida o'z obro'yini o'zi poymol qilib qo'ymamdi. Shuralar hukumati islom dinining kommunizm bilan chiqisholmaydiganligini ko'zda tutib, bizga yordam bermasligi mumkin. U holda biz inglizlardan yordam so'rashga majbur bo'lib qolsak, o'zimizning taqdir cho'lvirimizni ularning qo'liga tutqizib qo'yg'ili biz ahmoqmidik. Xo'janiyaz hojiga kelsak, u kishi ikki ishni xato qildi. Ya'ni inqilobning dastlabida Majungyingni chillab chiqmasligi, keyin Shunduban bilan putim tizmasligi lozim edi. Hojim Majungyingni chillab chiqish bilan bo'rini qo'tonga boshlagan bo'lsa, Shunduban bilan putim tuzib, o'zining putiga kishan silib oldi. Demak, hojim aldandi. Lozim topsalar, mening bu gaplarimni hojiga yetkazib qo'ysalar yomon bo'lmaydi. Ammo shuni ham izohlab qo'ysinlarki, hojim yo'lboshchimiz. Biz hojimning Qashqar diyoriga tezroq qadam tashrif qilishiga muntazirmiz. Ahvol shu. Men har qancha ijtihod qilib ko'rsam-mu, Sobit Damullini o'z fikridan qaytarishga ojizlik qilib qoldim. Bu odam o'z maslikidan yonidigandek emas. Shu arada markazning Xinjiang masalasiga ko'ngil bo'lib, maxsus elchi avatganligini anglab, Tömür Sijan qatorliq maslakdoshlarimiz bilan ba maslahat Hoji akam boshliq hamma yurt cho'nglar nomidan markaziy hukumat raisi Lin Sing Jushi bilan harbiy ishlar boshlig'i Jiang Yuanjangga Xinjiangdagi har millat xalqining markazdan ayrilmaslik ra'yini izhor aylab va yordam so'rab telegramma yo'lladik. 7-oyning 14-kuni markazning bizni taqdirlagan hamda Xinjiang masalasini tinch yo'l bilan hal qilish irodasi izhor qilingan javob telegramma keldi. Jaminalari haqiqiy ahvolni har birlariga vaqtida ma'lum qilishni o'zimning mas'uliyati deb bilib, yuqoridagi ma'lumotni yozdim va ba'zi mulohizalarimni izhor qilib o'tdim. Mamadallik qilib qo'ygan bo'lsam, meni maaf qilurlar. Har birlaridan iltimosim shulki, mo'shundaq ahvolda yana u taraflarda Majungying bilan avor bo'lmay, mazkur maktub tekkan hamon tezdan Qashqar tarafga yuzlangaysizlar. Safarlari qancha kechiksa, bu taraflardagi ahvol shuncha yomonlashidi. Hatto kutilmagan ig'ir oqibatlar batahqiq yuz berib qoladi. Vallohu alam bisavob. Bu xat o'qilish bilan so'rinning ig'ir sukunat bosdi. Odamlarning oftobda qoradab ketgan chiroylarida allaqandoq tushuniksiz ifoda izlari qetib qolgandek ko'rinadi. Hoji o'zining o'dilida o'tirgan Namat Xalfatning qo'lidan xatni ilib, u yer bu yeriga bir qo'r ko'z yugurtib chiqqach, birdilla oqsini buzdi. Nima qilib yuriydi bu lomodalar ishni buzib? O'riq uyga yo'g'on mingizlab. Sobit Damulla degini bo'lakli besh yo'g'on bir nima ekan-ku. Hech nima yo'q. Bir nima iston qurimish dexe. Tömür degan harfkashni xeyli odam deb tikanman. Umo bir poch po'qkan-ku. Puli yo'q, oshiq, tayyorg'i ma'shuq deb, bu bir nimalarni qarimamdigan texe. Qon kechib, jon berib yurib, ishni biz qilsak, Hilitilla mansabning qo'yga tushgunini. Shumi gap bo'ldimi-za? Men bu xatdagi gaplarning hammasini uqib ketolmadim. Ammo za Yunus Begning haq gap qilayotganini tushunyapman. To'qsonga berib, Tungan bilan so'qishimiz demay, atila Qashqarga otilmayli hojim. Dedi Savi Durg'a hojining gapini bo'lib. To'g'ri, atila otilmayli. O'zlar nima deydilar? Dedi hoji gapsiz qilmay qopqini silib o'ltirgan Mahmud Muhitiga qarab. Durg'am to'g'ri aytdi. Qashqar shunchalik ma'lumotdan bo'layotgan yerda to'qsonga berib nima qilamiz? Yunus Beg o'zining xitida heliqi Cho'loq Zuxuyni Majungyingning Qashqardagi ko'langisi Yalmavuz olvosdi debdi-ku.
Agal, shuni yo'qotmasak bo'lmas. Uning ustiga xotelliklar bir sulton, Qashqarliklar bir nima Istanbulimiz deb ishni buzayotganda, o'zimiz qo'l qo'ygan jimisar bitimi bo'yicha ish qilmasak bo'lamdi, Hoji aka. To'g'ri. dedi Hoji Qosim apandiga qarab. Yarador Qosim apandi tomg'a yo'linib, xiyol surib o'tirdi. Hojining ovozi anglanish bilan qaddini ruslab mundaq dedi. Yunus beg, hukumishliq odam bo'lg'achqa vaziyatni inchkin mulohiza qilgan. Har qaysilarining gaplari to'g'ri. Biroq biz qozoqlarda miltiq berib o'gatdim, margan bo'lib meni otdi. Kichik edi, ishtatdim, oyig'imni qanatdi degan gap bor. O'zimiz chillab chiqqan Majongyang Jimsarda bizga nimalarni qilmadi. Texi bir necha kun burunla ushaqtalda bizga o'qatganlar, ya'ni shu Majongyangning cheriklari emasmi? Ha? Qashqar tarafga mang'icha bu g'aldir itning tumshuqini qanatib qo'ymasak, orqamizdan kelib bizning oyig'imizni qanatadi. Mana bu gap joyida bo'ldi. İşte urg'uchiga amroq degan gap bor. Men 90 ga berib, ulug' modalarning adibini berib qo'ymag'icha Qashqar tarafga hargiz mangmayman. Shuning bilan gap tugadi. Hoji bilan Qosim apandidan boshqalar qosh qopiqi silingan holda jim tarqalishga boshladi. Mahmud Muhiti Qosim apandining yenidan o'tib ketib, uningga yer ostidan qarab o'miyib qo'ydi. Hammadan keyin uydan chiqib ketayotgan Tursun Do'lan tega hamma ishning tegi-taktiga to'liq tushunib yetolmagan bo'lsa-mu, yosh yigitlarga xos sottiliq bilan Qosim apandiga ajabsinib qarab qo'ydi. Qosim apandi bo'lsa, ko'zlaridagi mamnunlik ifodasini yoshirish uchun bo'lsa kerak, darhol yerga qarab oldi. Ammo uning lavlarida bilinar-bilinmas bir tabassum alomati jilva qilib turadi. Chunki Hoji bilan Majongyangning siditi qancha keskinlashsa, eng yaxshisi ularning orasida bevosita yuz berish oldida turgan qonliq janglar qancha keng, qancha dahshatli bo'lsa, Qosim apandi o'z simisidagi favqulodda vazifani shuncha o'ngishli o'rinlagan hisoblanadi.